Zolotaya korona O'zbekistondan qarzini undira oladi. Amaldagi O'zbekiston qo'shilgan xalqaro 1993-yilda imzolangan Minsk konvensiyasi va 2002-yildagi Kishinev konvensiyasining 22, 20, 54 va 57-moddalariga asosan Zolotaya korona tashkiloti O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridan qarzlarni undira oladi. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Zolotaya korona O'zbekiston fuqarolari qarz olgandan so'ng qarzorlik muddatini o'z vaqtida to'lashmasa, 3 yil ichida Rossiya Federatsiyasi hududidagi sudlarga da'vo arizasi bilan murojaat qilishadi. Rossiya Federatsiyasida chiqqan hal qiluvchi qarorlarni ular O'zbekistonda tan olish uchun O'zbekiston sudlariga yuqorida ta'kidlab o'tilgan xalqaro normalarimizga asoslanib yuborishadi va O'zbekiston uni ijroga qaratadi va majburiy ijro bo'limlariga yuboradi. Majburiy ijro bo'limlari siz yashab turgan tuman hududga ijro ishi qo'zg'atadi va 15 kunlik ixtiyoriy muddat beradi. 15 kunlik ixtiyoriy muddatda siz o'z ixtiyoringiz bilan olgan qarzingizni to'lamasangiz, qarzlar majburiy tartibda undiriladi. Bu degani siz Rossiya Federatsiyasiga borib, Zolotaya koronadan qarz olib, uni quruqdan-quruq yeb ketaman deb o'ylasangiz adashasiz. Albatta Rossiya Federatsiyasi 3 yil ichida sizga da'vo arizasi va ijro varaqasini uyingizga jo'natadi. Shu va shunga o'xshash dolzarb muammolarning huquqiy yechimini sahifam orqali kuzatib boring.